Har bir xonadon uchun eng kerakli texnika bu shubhasiz muzlatgichlar. Bugungi kunda muzlatgichlar o'zining hajmi, foydali funksiyalari va unga o'rnatilgan kompressorlari bilan bir-biridan farq qiladi. Siz ham muzlatgich xarid qilayotganingizda albatta shu jihatlarni e'tibordan chetda qoldirmasligingizni maslahat beramiz. Bugun siz bilan Volmerning eng bahaybat, eng katta hajmdagi VL825 BSLD modelini ko'rib chiqamiz. Qora inox rangli bu muzlatgichning umumiy hajmi 538 litr bo'lib, bundan sovutish kamerasining hajmi 399 litr, muzlatish kamerasiniki esa 139 litr, bo'yi 185 cm, eni 83,6 cm. Chuqurligi 68,8 cm. Sovutish turi Total No Frost bo'lib, hech qanday muz yig'masdan sovuq havo oqimi orqali mahsulotlaringizni yaroqlilik muddatini uzaytirib beradi. Low voltage kompressoriga 10 yil kafolat beriladi. Undagi sensorli boshqaruv paneli zamonaviy ko'rinishda bo'lib, siz o'zingizga kerakli haroratni osongina tanlay olasiz. Bu modelda tashqi va ichki LED chiroqlari borligi qorong'u xonada ham sizga bemalol foydalana olish imkonini beradi. Qo'shimcha funksiyalariga keladigan bo'lsak, Super Cool, tez sovutish, Super Freeze, tez muzlatish hamda haroratni intelligence boshqarish, ya'ni aqlli boshqaruv va bolalardan himoya funksiyalari ham mavjud. Sovutgich eshigidagi maxsus suv dispenseri sizga bir zumda muzdek suv bilan ta'minlab beradi. Undan tashqari muz hosil qilish apparati sizga har qanday ichimlikni yaxna holatda ichish imkonini beradi. Barcha foydali funksiyalarni o'zida mujassamlashtirgan bu bejirim muzlatgich modeli oshxonangiz uchun eng yaxshi tanlov bo'libgina qolmasdan, energiya tejamkorligi bilan sizga xush yoqishi aniq. Volmer, sifat va zamonaviylik uyg'unlashgan texnika.